Hammasi qanday boshlangandi? Esimda qishlog'imizdagi o'sha chang ko'chalar, tandirdan yangi uzilgan non hidi va bolalarimning kulgusi. Erim Anvar aka juda mehnatkash inson edilar. Biz baxtli edik, garchi boy bo'lmasak ham. Lekin taqdirning o'yini qiziq ekan. Anvar aka to'satdan belidan jarohat olib, yotoqqa mixlanib qolishi bizning kichkina dunyomizni ostin-ustun qilib yubordi. Dorilar, operatsiyalar, qarzlar. Qarzlar bo'ynimizdan boqib kelardi. Har kuni darvoza taqillab, qarzini so'rab keladiganlar ko'paydi. Bolalarimning ko'ziga qarashga uyalib qoldim. Men ketaman, Anvar aka dedim bir kuni kechqurun. Rossiyaga ketaman. Hamma ketyapti-ku. 1-2 yil ishlayman, qarzni uzamiz, uyni to'xirlaymiz, keyin qaytaman. Erimning ko'zlaridagi o'sha chorasizlik va og'riqni hech qachon unutmayman. Erkak kishi uchun ayolini mardikorlikka yuborishdan oxirroq dard bormikan? U indamadi, faqat yuzini devorga o'girib oldi. Yig'laganini bilardim. Toshkentdan poyezdga chiqqanimda yuragimning yarmi qolib ketgandek bo'ldi. 2 o'g'lim, jajji qizaloqim onamning bag'rida qoldi. Oyi, tez keling, biz sizni kutamiz, dedi katta o'g'lim. Men esa faqat bosh irg'adim, tomog'imga tiqilgan tosh gapirishga imkon bermasdi. Rossiya. Bu shahar meni sovuq quchoq ochib kutib oldi. Katta binolar, hamma joy beton, hamma joy kulrang. Odamlarning ko'zlari ham xuddi havosi kabi sovuq. Biz bir yerto'lada 15 nafar ayol turardik. Ishimiz oxir edi. Ertalabdan kechgacha idish yuvish, pol tozalash, qora ishlar. Hatto qo'llarim yorilib ham ketdi. Lekin har oy uyga pul jo'natganimda, telefon ekranida bolalarimning rasmini ko'rganimda, hamma charchoqlarim chiqib ketardi. Yana oz qoldi, chida Zulxumor, derdim o'zimga o'zim. O'sha mash'um kun. O'sha la'nati kun. Kuzning oxirlari edi. Kunlar qisqarib, erta qorong'u tushardi. Men ishlaydigan oshxona shahar chekkasida joylashgan edi. Odatda boshqa ayollar bilan qaytardim, lekin o'sha kuni xo'jayin meni olib qoldi. Banket bor, ko'proq idish yuvish kerak, pulini qo'shib beraman, dedi. Pul kerak edi. Rozi bo'ldim. Soat tunga yaqinlashganda ishim tugadi. Tashqariga chiqdim. Yomg'ir aralash qor yog'ardi. Ko'cha chiroqlari xira yonib turar, atrofda hech kim yo'qdek edi. Avtobus bekatiga yetib olish uchun tashlandiq garajlar orasidan o'tish kerak edi. Bu yo'ldan 100 marta yurganman, qo'rqmasdim. Lekin shu kuni yuragim boshqacha urardi. Xuddi qora bulut boshimda aylanayotgandek. Garajlar orasiga kirganimda orqamdan oyoq tovushlarini eshitdim. Burilib qaradim. Hech kim ko'rinmadi. Vahima qilyapsan, dedim o'zimga. Tezroq yurishga harakat qildim. Lekin qadam tovushlari ko'paydi. Bitta emas, bir nechta. Yuragim ko'kragimni yorib chiqqudek ura boshladi. To'satdan oldimdan 2 kishi chiqdi. Orqamga qaytmoqchi bo'ldim, u yerda ham yo'limni to'sishdi. Ular ko'p edi. Juda ko'p. Chamasi 9 ta edilar. 9 ta och bori. Ularning yuzlarini ko'ra olmadim. Qo'yib yuboringlar, pulimni olinglar, tegmanglar, deb qichqirdim. Ovozimdagi titroq o'zimga ham eshitildi. Ulardan biri, eng baland bo'ylisi, xoxolab kuldi. Bu kulgi insonning kulgisiga o'xshamasdi, bu jahannamdan chiqqan iblisning nolasiga o'xshardi. Bizga puling kerak emas, krasavitsa, dedi u. Shu on dunyo ko'z o'ngimda qoraydi. Qochmoqchi bo'ldim, lekin oyoqlarim menga bo'ysunmadi. Ular meni orab olishdi. 9 kishi. Bir ojiza ayolga qarshi 9 nafar erkak. Bu qanday pastkashlik? Bu qanday vahshiylik? Men qarshilik ko'rsatdim, tishladim, tepdim, yig'ladim, yalinib yolvordim. Bolalarim bor, onangiz yo'qmi sizlarni, deb baqirdim. Lekin ularning quloqi kar, ko'zlari ko'r edi. Ular insoniylikni yo'qotgan yirtqichlar edi. Osmonga qaradim, qora bulutlar oyni to'sib qo'ygan edi. Xuddi Xudo ham mendan yuz o'girgandek tuyuldi o'shanda. Keyin esa faqat zulmat.
Og'riq. Cheksiz, tubsiz og'riq. Tanamdagi og'riqdan ko'ra ruhimdagi, nomusimdagi og'riq 1000 barobar kuchliroq edi. Men o'sha sovuq yerda, loy va qor aralash tuproqda yotib olimimni so'radim. Ular navbatma-navbat. 9 kishi. Mening ayollik sha'nimni, insonlik g'ururimni, butun hayotimni toptashdi. Ular nafaqat tanamni, balki qalbimni ham oldirishdi o'sha kecha. Qancha vaqt o'tganini bilmayman. Ular ketishdi. Meni xuddi keraksiz buyumdek tashlab ketishdi. Qorong'ulikda yolg'iz qoldim. Yomg'ir yuzimga yog'ardi, xuddi osmon mening holimga yig'layotgandek tuyulardi. O'rnimdan turishga kuchim yo'q edi. Lekin qayerdandir xayolimda bolalarimning ovozi eshitilgandek bo'ldi. Sudralib o'rnimdan turdim. Kiyimlarim yirtilgan, butun vujudim momataloq. Men endi avvalgi Zulxumor emasdim. Men ifloslangan, bulg'angan, singan edim. Qayerga boraman? Politsiyagami? Kimga nima deyman? Meni 9 kishi xorladi deymanmi? O'zbekchiligimizda bu olimdan ham oxir-ku. El-yurt oldida qanday bosh ko'tarib yuraman? Erimning, aka-ukalarimning yuziga qanday qarayman? Buzuq degan tamxa peshonamga bosiladimi endi? Bu savollar miyamda charx urardi. Yashaydigan joyimga qanday yetib borganimni eslolmayman. Xonadoshlarim uxlab yotishardi. Vannaga kirdim. Suvni ochib soatlab yuvindim. Terimni shilib tashlagudek ishqaladim. Tanamdagi loyni yuvib tashladim. Lekin ichimdagi kirni, o'sha iflos qonlarning izini yuvib tashlay olmasdim. Kozgudagi aksimga qaradim. U yerda tirik murda turardi. Tong otguncha yig'lab chiqdim. Ovoz chiqarib yig'lashga haqqim yo'q edi, boshqalar uyg'onib qolishi mumkin. Ichimga yutgan ko'z yoshlarim zaharga aylanib, butun vujudimni zaharlayotgandek edi. Ertasiga ishga chiqmadim. Undan keyingi kun ham. Xonadoshlarim kasal bo'lib qoldi deb o'ylashdi. Men esa rostdan ham kasal edim, faqat mening kasalimni hech qanday dori davolay olmasdi. 3 kundan keyin onam telefon qildi. Ekranda onajonim degan yozuvni ko'rib qo'lim qaltirab ketdi. Qizim, tuzukmisan? Ovozing g'alati chiqyapti, tinchlikmi? Dedi onam xavotir bilan. Tinchlik, oyi. Shunchaki shamollab qoldim, dedim zo'rg'a. Ovozim o'zimniki emasdi. O'zingda ehtiyot qil, bolam. Bu yerda hamma seni sog'ingan. Anvaring ham kunda seni so'raydi. Anvaring. Bu so'z yuragimga pichoqdek sanchildi. Mening bechora kasalmand erim. U meni pokiza ayolim deb kutib o'tiribdi. Men unga nima olib boraman? Singan g'ururimni va toptalgan nomusim nima? Kunlar o'tyapti. Men hamon shu sovuq shahardaman. Ishga qaytdim, chunki boshqa ilojim yo'q. Pul kerak. Qarzlarni uzish kerak. Lekin endi men odamlardan qo'rqadigan bo'lib qoldim. Ko'chada erkak kishi ko'rsam etim junjikib ketadi. Qorong'u tushishi bilan vahima bosadi. Har kecha tushimda o'sha tunni ko'raman. O'sha badbashara yuzlar, o'sha jirkanch kulgular, o'sha azob. Ba'zan o'ylayman, balki o'sha yerda olib qolganim yaxshimidi? Shunda hamma baxtsiz hodisa deb o'ylardi, nomusim ham toza ketardi. Endi esa men tirikman, lekin ich-ichimdan olib bo'lganman. Bu sirni hech kimga aytolmayman. Qishlog'imga qaytishni o'ylasam qo'rquvdan titrayman. Erimning ko'ziga qanday qarayman? Agar bilsa nima bo'ladi? Balki meni kechirar. Yo'q, erkak kishi buni ko'tara olmaydi. U o'zini aybdor his qiladi, eziladi yoki mendan jirkanadi. Buni ko'tara olmayman. O'tgan kuni shifokorga bordim, tekshiruvdan o'tish uchun emas, shunchaki tanamdagi jarohatlarni ko'rsatgani. U menga shubha bilan qaradi, lekin indamadi. Menga rahm qilishlarini xohlamayman. Men faqat unutishni xohlayman. Xotiramni o'chirib tashlashni xohlayman. Hozir deraza oldida o'tiribman. Tashqarida qor yog'yapti. Oppoq, beg'ubor qor.
U hamma narsani yopib ketyapti. Qaniydi, mening dardimni ham shunday yopib ketsa. Men Zulxumor. Bir vaqtlar baxtli ayol, quvnoq ona edim. Hozir esa kimligimni bilmayman. Men taqdirning charxpalagida ezilgan, musofir yurtda xazon bo'lgan bir gulman. Faqat bitta narsa meni ushlab turibdi. Bolalarim. Ular uchun yashashim kerak. Ular uchun bu azobni, bu sharmandalikni ichimga yutib, tishimga qoyib ishlashim kerak. Toki ular hech qachon muhtoj bo'lmasin, toki ular hech qachon men ko'rgan kunlarni ko'rmasin. Lekin Xudodan so'rayman. Ey buyuk zot, bu dunyoda adolat bormi? Meni xorlagan o'sha 9 kishi hozir issiq uylarida, balki o'z oilalari bahrida kulib o'tirgandir. Ularning vijdoni qiynamaydimi? Yoki bu dunyoda kuchlilar va vahshiylar uchun qonun yo'qmi? Javob yo'q. Faqat shamol uvillaydi. Va men yana o'sha sovuq to'shakka yotib tong otishini kutaman. Tunsiz, zulmatsiz tongni orzu qilib.